Birgina so'z bilan iymondan chiqib qolishingiz ham mumkin, birgina so'z bilan musulmon bo'lishingiz ham mumkin. Polvonlikni targ'ib qilib, puf-suf deb yurgan birodarim, ukam, singlim, opam, bu so'zlar ma'nosiga ahamiyat bersangiz, polvonlik, ya'ni sehr jodu bor. Ertaga qiyomat kuni javob berishingiz qiyin bo'ladi. To'g'ri, balki hazil tariqasida aytayotgandirsiz. Lekin ma'no islomda o'zgarmaydi. Aytgan gapingiz uchun javob berishingiz kerak. Islom hazilga qurilmagan. O'shaning ham iltimos, singlim, ukam, opam, ko'rib turibman, ko'pchiliginglar buni trendga aylantiryapsizlar. Siz polvonlikni targ'ib qilyapsiz. Siz sehr joduni targ'ib qilyapsiz. Agarda ahamiyat bersangiz, shag'amni yoqib olib, qo'llarini mamlaqa qilib, polvonlik, ya'ni sehr jodu jinkashlarning ishi bo'ladi. Shaytondan bo'ladi u. Iymondan chiqib qolib tag'in ertaga qiyomat kuni qilgan ibodatlaringiz hammasi xabada bo'lib ketmasin. Iymoningizni yengilab oling, zero gumon ostida qoldi. Allohimma o'zi isloh qilsin hammamizdan. Iltimos, faqat bu narsani to'g'ri tushuning. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga munosib ummat bo'lish har bir mo'min musulmonni vazifasi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jonim achigandan gapirdim. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman.